Lazerная шлифовка qimmat protsedura. Arzon emas. Шлифовкаga tayinlash kerak. Шлифовка paytida и шлифовкаdan keyin ham tayinlash kerak. Еще plus домашний уход. Yo'q, boshqachasiga rezultat kutish kerak emas. Menga judayam ishi yoqadigan vrach-dermatolog bor. Faqat u O'zbekistonda emas. Zo'r rezultat beradi. Mana o'shani обучениесini o'tganimda ularning ishlarini ko'rib, да, реально круто. Вот результат bergan. Mana shunaqa ishlash kerak edi. Но bu qimmat protsedura. Oson emas. Shuning uchun har doim aytaman-da, mana o'zimni qizlarimga ham aytaman. Boshlanganda sразу to'xtatish kerak problemani. Lecheniyani sразу qilish kerak, o'tkazib yubormasdan. Bizda unchalik qarashmaydi-da, bee'tibor. Vaqti yo'qmi ularni bolalarga qarashga, o'ziga qarashga.